O'zdoken zavodiga tegishli bo'lgan frezerlarimiz xudo xolisa sotuvga yetib kelgan akalar, bemalol o'zi qilsangiz bo'ladi. Mazmunlarda aytib o'tib ketaman, bitta 290ligi, buni 215ligidan ham bor. Xo'p, mana bu yerda yana 290. Bular ikki xil variantda kelgan, ya'ni mana bu katokni ko'rganimizda zirkon katok, banan desa oddiy turbali katok. Bular narxlari ham ozgina farqli bo'ladi. Bundan tashqari bu yoqda yana 315ligidan ham kelgan, xuddi boyagidaqa bu ham ikki xil pozitsiyada. 340ligidan ham kelgan. O'zbekiston zavodiga tegishli Turkiyaniki. Pichoqlari italyanskiy pichoqdan bo'ladi akalar. Bunda reduktorlari eng mощностьni ishlatilgan. Mana bu yoqda bahaybati bor akalar. Mana bu yoqda katta traktorlar uchun. Buni ko'pchilik so'raganda avval yo'q edi sotuvdi. Mana xudo xolisa olib kelib qo'ydik. Reduktorlar mощностьsidan qo'yib qo'yilgan akalar. Bu xarab bularga sizlarga ishdan ketib qoladigan, chiqib qoladigan reduktor emas. Bundan tashqari hammasini kardanlari muftichkali kardan bo'ladi. Nagruska kelgan vaqtda nagruskani freza berayotgan nagruskani traktorga vomiga hech qachon o'tkazib yubormaydi. Bu shunaqa kardanda ishlatilgan bo'ladi. Narx kichkinalardan kattasida ham. Mana pichoqlarni ko'rsatib qo'yay. Hammasini oldida mana bunaqa yerda chuqur yumshatuvchi, bunisidan ko'rishingiz mumkin. Oldida naranniklari bor. Traktorda balonni yurgan izda bo'shatib ketadigan naranniklari mavjud. Xudo xolisa sotuvda mavjud. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Naqd pul, persiyani bankdan kredit yo'lmasa lizing qilib bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. 5 yil muddatgacha lizing olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolisa aloqaga chiqib ko'rasizlar, chiroyli kelishtirib beramiz.